qaysi o'g'il bola uy oyapti hozir? Otasini uyida turibdi, lekin qizlar onamcha qaytib bora olmayman, uy olishim kerak. Uy olishga harakat qilyapti. Ayollarni o'sishga qanaqadir maqsad bor. Buzilayotgan tarafimiz shunda. Nega buni jonim ochib aytibman? Oxirgi marta biz Moskvaga bordik. Ustozim professor Dmitriy Yagudin aytib beryapti-da, men sharq ayollarini yaxshi ko'raman, потому что deyapti, sharq ayollari erlariga bo'ysunadi, hamma narsani qilib beradi. Erlari borib pul topib kelsa bo'ldi deyapti. Lekin oxirgi paytga kelib deyapti, men Qozog'istonda borib 6 oy yashab keldim. Buzilish ketyapti, chunki sizlarda ham erkaklar o'sha deyapti, ayollarning mas'uliyatini bo'yniga olmayapti va ayollar o'zini o'zi eplaydigan bo'lib ketyapti. G'arb sizlarga rostdan ta'sir qila olyapti. Hamma narsasi nimani hisobiga? Bizda noto'g'ri tarbiyani hisobiga, o'g'il bolalarni boshimizga ko'tarib mamlaqa qilib, qizlarni ko'chaga chiqarib qo'yganmiz. Qiz bola institutini o'zi to'lashi kerak. O'zi institutga kirish kerak. Kirsa o'qiydi, kirmasa o'qimaydi. O'g'il bola pulga kirgiziladi. Qanaqa mas'uliyat bo'ladi o'g'il bolada unda? Qiz bola ishonchni oqlash kerak. Qiz bola хороший девочка bo'lish kerak. Qiz bolaga yuklangan vazifalar shu qadar ko'pki, qiz bola zo'r bo'lib ketyapti. Ko'taryapti shuncha narsa.